Monta Shtrafnoy turniri yarim final janglari. Radikka qarshi Jahon yutgan bola уже to'g'ridan to'g'ri finalga o'tadi va 3 million uchun kurash olib boradi. Birinchi udar kechirish kerak emas. Hammaga salom. Bugun sizlarga udar ko'rsatib beraman. Faqat podium bilan bugun tepaman. Nimaga? Voy bunga. Bitta savol javob bo'lish kerak emas. Voy bunga. Uchinchi udar va gol. Voy voy. No chance, no chance. Etdimmi nakil bo'ldi, mana chiqdi. Bugun men chiroyli golga keldim. YouTube'ga emas. Nima bu udar? Bolalar, nima bu udar? 433. Editorlar bosinglar mana sizlar uchun Radik. Bu yutqisa ham show ko'rsatadigan bola. Jahon, qanisan o'zi? Hali men o'rtoqlar show ko'rsatmasam, yutqazsam. G'alaba uchun. Shunaqa strashniy gol bilan birinchi yarim finalni tugatamiz. Radik gap yo'q golingga. Jahon, tabriklayman keyingi bosqich bilan. Bu videoga 30 ming like yig'aylik. Keyingi yarim finalni ko'ramiz. Jahon